هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Taha tefsiri 65. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlağa İbn Kathir rahimuhullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Taha suresi 65. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Ula etti: Ey Musa, Hasan'ı sen avval taşlamsen ya ki ağamca hasıllarımızı biz avval taşıyamdık. Musa: Belki sile avval taşıyanla dedi. Ula taşlagan idi, nagahan ulanın ağamçıları, hasılları ulanın sehirden, yani sehirinin tesirinden onunla hareketlenip meňiwatgandek tuyuldu. Bunundan Musa özüde korkunuç his kıldı. Biz onunla aytdık ki, korkmagın, sen çokum üstünlük kazanısan. Kolundakini taşlagın. O ulanın kösetken sehirlerini dem tartıp yutub etidi. Ulanın kösetkini sehirgerlerinin hilisidir. Sehirgerler qayaga basa muvaffaqiyat kazanılmaydı. Musa hassısını taşlayıverdi. Ulanın kösetken sehirlerini dem tartıp yutub etdi. Şunun bilen sehirgerler secde kılgan aldı yıkılıp Harun bilen Musa'nın Rabbige iman etdik deyişti. Musa aleyhisselamның galbi kılganlığı ve sehirgerlerinin iman keltirgenlik. Allah Teala sehirgerlerinin Musa aleyhisselam bilen kelişkenden keyin Musa aleyhisselam'a degen sözden haber verip mundaq dedi: Ey Musa, Hasan'ı sen avval taşlamsan ya ki ağamça hasıllarımızı biz avval taşıyamdık. Musa: Belki sile avval taşlanla dedi. Ula taşlagan idi, nagahan ulanın ağamçıları, hasılları ulanın sehirden, yani sehirinin tesirinden onunla hareketlenip meňiwatgandek tuyuldu. Yeni bir ayette ulanın hasını taşlagan vaqtda mundaq degenligi bayan kılındı. Firavunның kattılığı bilen qasamki biz şek şübhisiz galbi kılımız. Allah Teala yeni bir ayette ulanın kollarındaki ağamça ve hasıllarını taşlaganda boğan haletini bayan kılıp mundaq dedi. Ula hasa ağamçılarını taşlap kişilerinin közlerini bağladı. Ulanı yani kişilerini qattiq çüyüştüp etti. Ula kişilerinin közlerine çoğun görünüdüğün sehirini görsetti. Bunundan Musa özüde korkunuç his kıldı. Yani o koludaki hasını taşlaştın burun kişilerinin sehirgerlerinin keltirgen sehirlerine gollanıp izip ketişiden korktu. Şu vaktinin özüde Allah Teala onunla koludaki hasını taşlaşqa buyurup mundaq dedi: Kolundakini taşlagın. O ulanın kösetken sehirlerini dem tartıp yutub etidi. Undaq boluşu Musa aleyhisselamның hasisi hakikaten 4 futluk, boynu uzun, 5 yoğan ve hengek tişlik nihayeti yoğan bir hayvanga aylandı. O sehirgerlerinin heliqi ağamca ve asıllarını qoğlap yürüp ulanın bir nima koymay hemmisini yutub etdi. Sehirgerler ve o yığılgan kişiler bu işlerini köp gündüzde öz közleri bilen uçuk görüştü. Şunun bilen möcize ve pakitla ispatlanıp haqның haq ekenligi ve sehirgerlerinin yalğançılığı aşkarlandı. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ulanın kösetkini sehirgerlerinin hilisidir. Sehirgerler qayaga basa
muvaffaqiyat qozonolmaydi. Şuna İbn Abbas radıyallahu anhuma ve Ubeyde İbn Umeyr mundaq dedi. Sehrgarlar etdigende sehr qiladigan kishilar edi. Kechqurunda şehitlarga aylandı. Sehrgarlarning soni. İbn Abu Hatem İbn Abbas radıyallahu anhumanın mundaq deganligini rivoyat qildi. Sehrgarlar 70 kishi idi. Ular atigini sehrgar idi, kechquruni shehidlarga aylandi. Subhanalloh. İbn Abu Hatem Avzai'nin mundaq deganligini rivoyat qildi. Sehrgarlar sajda qilgan holda yiqilganda ularga jannat ko'rsatildi. Hatta ular jannatni o'z ko'zlari bilan ko'rdi. İbn Abu Hatem Said ibn Jubayrning mundaq deganligini rivoyat qildi. Shuning bilan sehrgarlar sajda qilgan holda yiqilib, Harun bilan Musaning Rabbiga iymon etdik deyishdi. Yani ular sajda qilgan holda turib, o'zlarining oxiratdagi o'rinlarini ko'rdi. Ekrime ve Qasim ibn Abu Bazrah qatarliqlarmi bu haqda shundaq dedi. La havla ve la kuvvete illa billah. Firavun aytdi. Sizlarga men ruxsat berishdim burun uningga iymon etdinglar. Shubhisizki u cho'qim sizlarga sehrni o'rgatgan cho'nginglar ekan. Men cho'qim sizlarning qo'llaringlarni, putlaringlarni o'ng chap qilib, ya'ni o'ng qo'l bilan so'l putni, o'ng put bilan so'l qo'lni kesib tashlayman. Sizlarni cho'qim xorma daraxtlariga osaman. Sizlar qaysimizning, ya'ni mening yoki Musaning Rabbining azobining eng qattiq va eng uzun ekanligini cho'qim bilasizlar. Ular aytdi. Seni, ya'ni sana ergishishni ixtiyor qilib, bizga kelgan Musaning rostligini ko'rsatadigan ro'shan dalillarni va bizni xalq etgan Allohni hargiz tashlamaymiz. Bizning haqqimizda nimani hukm qilsang, shuni hukm qilgin. Sening hukming faqat bu dunyoda o'tadi. Bizning xatoliklarimizni, sening majburlashing orqasida bizning sehr ko'rsatganligimizdan iborat gunohimizni mag'firat qilsin deb biz haqiqatan Rabbimizga iymon etdik. Allohning savobi sening mukofotingdan ortiqdir. Allohning azobi sening jazosingdan doimidir. Firavunning sehrgarlarga qarshilik bildirib, tahdid selishi va sehrgarlarning javobi. Allah Teala bu vaqtda Firavunning katta mo'jizini, Allah Teala'ning barlig'ini bildiradigan ochiq paketlarni va o'zi yordam talab qilish uchun elib kelgan sehrgarlarning naq maydonda hamma kishilarning oldida iymon keltirganligini ko'rgan vaqtida Allah Teala'ni inkor qilib, haddidan oshqanligi va cho'nglik qilib, haqiqatdan yuz o'rganligi hamma kishining oldida mat bo'lib, texmi haddidan ishqa va sehrgarlarga o'zining huquqini ishlatishga boshlab, ularga sizlarga men ruxsat berishdan burun uningga iymon etdinglar. Shubhisizki u cho'qim sizlarga sehrni o'rgatgan cho'nginglar ekan deyish bilan tahdid solganligidan xabar berdi. Ya'ni sizlar uning bilan Musoni mashhur qilishga, menga va mening qavmimga qarshi chiqishga va ularni o'zlarining turayotgan yurtidan chiqarishga birlashdinglar. Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi. Bu cho'qim sizlarning shahar, ya'ni Misrdagi cheg'inlarda aholini shahardan haydab chiqarish uchun Musa bilan birlashib oldin planlagan hilanglardir. Sizlarni qandoq jazolaydiganligimni uzoq qolmay bilsizlar. Ondan Firavun sehrgarlarga tahdid silishga boshlab mundaq dedi. Men cho'qim sizlarning qo'llaringlarni, putlaringlarni o'ng chap qilib, ya'ni o'ng qo'l bilan so'l putni, o'ng put bilan so'l qo'lni kesib tashlayman.
Sizlarni cho'qim xurma daraxtlariga osaman. Sizlar qaysimizning, ya'ni mening yoki Musoning Rabbining azobining eng qattiq va eng uzun ekanligini cho'qim bilsizlar. İbn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq dedi. Fir'aun mushundaq azob bilan odam qiynagan birinchi kishidir. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Sehrgarlar Fir'aunga mundaq deb javob berdi. Seni, ya'ni sana ergishishni ixtiyor qilib, bizga kelgan Musoning rostligini ko'rsatadigan ro'shan dalillarni va bizni xalq etgan Allohni hargiz tashlamaymiz. Bizning haqqimizda nimani hukm qilsang, shuni hukm qilgan. Sening hukming faqat bu dunyoda o'tadi. Bizning xatoliklarimizni sening majburlashing orqasida bizning sehr ko'rsatganligimizdan iborat gunohimizni mag'firat qilsin deb biz haqiqatan Rabbimizga iymon etdik. Allah'ның savobi sening mukofotingdan ortiqdir. Allah'ның azobi sening jazoyingdan doimidir. İbn Abu Hatem İbn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Ya'ni Fir'aun İsrail avlodining ichidan 40 balani tanladi. Ularga Farama degan yerda sehr o'gitishni buyurib mundaq dedi. Bu balalarga yer yüzüde hiç kim bilmeydiğin sehirini öğütünler. İbn Abbas mundaq dedi. Yani şu 40 bala Musa'ga iman etgan ve bizning xatoliklarimizni sening majburlashing orqasida bizning sehr ko'rsatganligimizdan iborat gunohimizni mag'firat qilsin deb biz haqiqatan Rabbimizga iman etdik degan sehrgarlardir. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Allah'ның savobi sening mukofotingdan ortiqdir. Allah'ның azabı sening jazoyingdan doimidir. Ya'ni bizga nisbatan Allah Taala sendan yaxshidir. Uning beradigan mukofoti sening bizga va'da qilgan narsalarыңdan doimidir. Fir'aunning sehrgarlarni o'zi degan usul bilan jazolaganligi nihoyatda aniqdir. Ularning shundoq jazolanishi Allah Taolaning ularga ato qilgan bir rahmatidir. Shunga İbn Abbas va boshqa salaf olimlari sehrgarlar atigini sehrgar edi, kechda shahidlardan bo'ldi dedi. Kimiki günahkar holda Allohga muloqot bo'ladigan, u do'zaxga kirdi. Do'zaxda u o'lmaydi va obdan yashamaydi. Kimiki mu'min bo'lib, yaxshi amallarni qilgan holda Allohga muloqot bo'ladigan, u Allohning dargohida yuqori darajalarga erishadi. U darajalar doimiy turalg'i bo'lgan jannatlar bo'lib, ularning ostidan o'stanglar eqib turdi. O yerlerde o mengu kalıdı. En şu köfreden ve günahlardan pak boğan Adem'e verildiğin mukafattır. Sehrgarlarning Fir'aunning oldida turib qilgan nasihati. Sehrgarlar Fir'aunni Allah Taolaning mangulik azobidan ogohlantirish va jannatiga qiziqtirish uchun onunla qilayotgan nasihatini davomlashtirib mundaq dedi. Kimiki günahkar holda Allah Taolaga muloqot bo'ladigan, u do'zaxga kirdi. Do'zaxda u o'lmaydi va obdan yashamaydi. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi. Kafirlar do'zax azobiga duchor bo'ldi. Ularning ölüp aram tepib qolmasligi uchun jonlari ilinmaydi. Ulardan azobmi yenikiltilmaydi. Küfrda haddidan aşkan her insanni en şundak cezalayımız. En şaqi adam vazi nasihatdan qaçıdı. U katta otqa, yani do'zaxga kirdi. Ondan u otda ölmeydi ve obdan yaşamaydı. Ular, yani kuffarlar do'zaxga muakkal farishtaga: "Ey Malik, ey Malik, Rabbim bizge ölüm hüküm kılsın" deb tavlaydı.
Malik. Sizlar azobda cho'qim qolasizlar deydi. Imom Ahmad Abu Said Xudriydan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Kafir va munofiqlardan iborat mangulik davzaxi bo'lib ketgan kishilar davzaxda azobdan qutulish uchun ölüp ketelmaydi yoki ularga foydali boshqa bir hayotga erisholmaydi. Ammo ba'zi bir guruhlar bilan davzaxga kirib qolgan kishilar gunohiga tushliq azoblanib bo'lgandan keyin bir muddat o'likning oldida turdi. Ular qor ko'miga aylangan vaqtida ularga shafaat qilishga ruxsat berildi. Ondan ular davzaxdan chiqarilib, guruh holatida keltirilib, jannatning o'stanlariga tarqitildi. Jannatdagi kishilarga sizlar ularning ustiga o'stanlardagi suvdan quyinglar deyildi. Ondan ular eriq o'stanlarning qirg'iqida o'sgan maysidek nihoyat ojiz va sap-seriq holatda terildi. Sahabilarning ichidan bir kishi mundaq dedi. Payg'ambar alayhisalom bu so'zni xuddi sahroda teriqchilik qilib boqqandekla qildi. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan. Kimiki mu'min bo'lib, yaxshi amallarni qilgan holda Allohga muloqot bo'ladi ekan. Imom Ahmad Ubada ibn Samitdan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Jannatda 100 daraja bor bo'lib, har 2 darajaning oraliqi osmon zaminning oraliqidek keladi. Firdavs jannati jannatlarning ichidagi darajasi eng yuqori bo'lgan jannatdir. Jannatlarning ichida oqadigan 4 o'stan Firdavsdan chiqadi. Arshimu uning ustida. Sizlar Allohdan jannatni tilagan vaqtinglarda Firdavs degan jannatni tilanglar. Buni Tirmiziy rivoyat qilgan. Ya Allah, ya Allah. Imom Buxoriy va Muslim payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Darajasi o'xshash bo'lmaganlikdan jannatga kirganlar o'zlarining ustidagi kishilarni xuddi sizlar osmonning qahridagi eng yiroq yulduzni ko'rganinglardek ko'ralaydi. Sahabeler, ey Allah'ın peygamberi, bu peygamberlerin o'rni emasmi dedi payg'ambar alayhissalom. Shunda jinim uning ilkida bo'lgan zot Alloh taolaning nomi bilan qasamki, u ham Alloh taolaga ishongan va payg'ambarlarga ergashgan kishilarning o'rnidir dedi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Yeni bir rivoyatda mundaq keldi. Abu Bakr ve Ömer şeksiz ularning qatoridandir. O ikkisi onunğa haqliqdir. O Allah'ın dergahida yuqori darajalarga erishdi. Ana shu kufrdan ve günahlardan pak bo'lgan odamga beriladigan mukofotdir. Ana shu kufrdan, shirkdan ve günahlardan pak bo'lgan, shirk yo'q bir Alloh taologa ibodat qilgan ve payg'ambarlar ilib kelgan to'g'ri yo'lga ergashgan kishilarga beriladigan mukofotdir. Biz shak shubhisiz Musaga vahiy qildikki, sen mening bandalarimni kechida Misrdan elib chiqib ket. Sen Hasanni dengizga urib, ularga bir quruq yo'l ochib bergin. Firavunning arqondan qo'g'lab yetib olishidan qo'rqmagan. Dengizda g'arq bo'lib ketishdanmi qo'rqmagan. Firavun lashkarlari bilan qo'g'ladi. Ularni, ya'ni Firavun bilan uning lashkarlarini dengizda dahshatli holat urib oldi. Ya'ni ular dengizda g'arq bo'ldi. Firavun o'z qavmini ozdirdi. Ularni to'g'ri yo'lga boshlamadi. İsrail avlodining Misrdan chiqib ketishi. Alloh taolo bu oyatda Firavun
Firavun İsrail avladını Musa aleyhisselam bilan birga ketishga qo'yib bermagan vaqtda Alloh taolo Musa aleyhisselamni kechida ularni Firavundan qutuldirib elib chiqib ketishga buyurganligidan xabar berdi. Musa aleyhisselam İsrail avlodlaridan bir kishini qo'ymay hammasini elib chiqib ketdi. Bu ishdan Firavun nihoyat qattiq g'azablandi. Bütün Mısır'ın şehir ve yezillerine asker toplaş için adamlar evetti. Firavun İsrail avlatları hakkında mundaq dedi. Bu kişiler hakikaten bir uçum adamlardır. Ular hakikaten bizning açığımızını keltirib qo'ydi. Asker toplanıp bo'lgandan keyin Firavun askerleri bilan İsrail avlodini izlab ularning orqasidan qo'g'lab mangdi. Alloh taolo bu ishni bayon qilib mundaq dedi. Ular, ya'ni Firavun bilan uning qo'shini ularni kun chiqqan chog'da qo'g'lab chiqdi. İki top, ya'ni Firavun topi bilan Musa alayhissalomning topi bir-birini ko'rib turishgan chog'da Musa'ning odamlari ular, ya'ni Firavun bilan qo'shini bizga cho'qim yetishib oladigan bo'ldi dedi. Musa aytdi. Undaq bo'lmaydi, ya'ni hargiz yetisha olmaydi. Rabbim haqiqatan men bilan billa meni qutulish yo'liga boshlaydi. Musa alayhisalom İsrail avlodini bir yerga akilib to'xtatdi. Ularning oldida dengiz keynida Firavun bor edi. Ular shu holatda turgan Allah Teala Musa aleyhisselamga mundaq deb vahiy qildi. Sen mening bandilarimni kechida Misrdan elib chiqib ket. Sen Hasanni dengizga urib, ularga bir quruq yo'l ichib bergin. Firavunning arqondan qo'g'lab yetib olishidan qo'rqmagin. Dengizda g'arq bo'lib ketishdanmi qo'rqmagin. Musa aleyhisselam hassisi bilan dengizga urib, Allah Teala'nın buyrug'i bilan yerilgin dedi. Dengiz yerildi. Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi. Biz Musa'ga Hasan bilan daryoga o'g'in deb vahiy qildik. Musa hassisi bilan urib edi, daryo yerildi. Her bir yerilgan qismi cho'ng tog'dek bo'lib qoldi. Ondan Allah Teala dengizning yerilgan yeriga shamol avatdi ve u yani qizitdi. Shuning bilan u ya xuddi zimindek quruq holatga keldi. Firavun lashkarlari bilan qo'g'ladi. Ularni, yani Firavun bilan uning lashkarlarini dengizda dahshatli holat o'rib oldi. Yani ular dengizda g'arq bo'ldi. Firavun öz kavmini azdırdı. Ularni to'g'ri yo'lga başlamadı. Firavun adamlarını bu dünyada to'g'ri yo'lga başlamay azdırıp etkiniga o'xshash qiyomat kunimi ularni devzaqqa başlab kirdi. Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi. Firavun qiyomat kuni başlamchilik bilan öz kavmini devzaqqa başlab kirdi. U joy nima degan yomon? Elhamdülillah. Allah şükürler olsun. Yukarıda Taha suresi tefsirinden 79. ayetçi anladığımlar. Ahirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inşallah. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.